Odam 25 yoshigacha bilishi kerak bo'lgan hayotiy qonuniyatlar qaysilar? Demak, tingla. Hayotning 8 ta qonuniyati bor. Ularni 25 yoshgacha bilmasang, keyin kech bo'ladi. Birinchisi, hech kim seni qutqarmaydi. Ota-onang ham, do'stlaring ham. Hayoting uchun yagona mas'ul sen o'zingsan. Ikkinchi, pul bu vaqt. Har bir begoshli daqiqa sotilgan hayot. Uni qaytara olmaysan. Uchinchi, sevgi qutqaruvchi emas. To'g'ri tanlov seni ko'taradi, noto'g'ri tanlov seni yo'q qiladi. To'rtinchi, odamlar seni o'ylamaydi. Ularning hayoti faqat o'zlari haqida. Shuning uchun ularga nima deyman degan qo'rquvni tashla. Beshinchi, qiyinchilik bu dushman emas, sening murabbiying. Har yiqilish zalda ko'tarilgan og'irlik. Sen uni ko'tarsang, kuchayasan. Oltinchi, o'zingni tengdoshlaring bilan solishtirish bu illyuziya. Har kimning start chizig'i boshqacha. O'zingni faqat o'zing bilan, o'tmishing bilan solishtir. Yettinchi, hayot qisqa. Dangasalik, maqsadsiz kunlar uni yanada qisqartiradi. Har kuning uni yo quradi, yo buzadi. 8-chi va eng qattiq haqiqat, sening orzularingni hech kim sening o'rningga qila olmaydi. Mana shu 8 qonuniyat hayotning kaliti. Uni vaqtida anglagan insonni hech kim to'xtata olmaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi qonuniyatlarni bilishimiz kerak? Kommentariyada yozib qoldiringlar.